Kichik vaqtimda mahallimizga yaqin Dehqon bozorida chavash bir kavobchi bo'ldigan Yaqub. Hozirmi uning chiroyini emas, kavob yelpiydigan yog'och yelpig'ichini eslayman. O chaqlarda yakshanba yaqinlashgan sari oldimdagi partimi kavobdandek qalam qarindoshlarimi ziqdek ko'rinishga boshlaydi. Haftaning yoqi yiqqan pulga ziqqa 2 mo'challik shu kavobdan 2 tal, epkib qolsa 3 tal suqib o'tgandan keyin bir haftalik xumar bes qatdi. Bir yakshanba kuni atdigandala talayning shalloq bir parisi ko'chadala meni suyib aylantirib o'tgani tas qoldi. Nima bo'ldi edimsan? Pul tepib oldim Yaqub. Sapmasak 10 koy pul. O chaqdagi 10 koyning hozir qanchaga teng bo'lganligini hisoblab baxmadim. Ammo qancha qatam to'yg'ida kavob kelganligini shu chaqda hisoblab bo'lganman. Voqir o'tishimdan saqlanish uchun odam yo'q yerda birdam turib olishim kerak. Mahalla oldiga barsam, tamning to'yida bir bola marmar o'ynaydigan klub qo'lab o'ltiribdi. Uning ismi sanga o'xshash Yaqub bo'lib, mendan 2 yil tuvan o'qiydi. Put qo'llari chaqqan, o'zi nihoyatda qaram bo'lib, yuragi taxaynanchilik barmikin deydim. Ang muhimi kallasi toza ishlab ketmagachga mening nurg'un ishlarimga hapa deyishgan. U ishlarni fursat bo'lsa keyinchi deb berarman. Ish qilib Yaqubni oz to'la mehmon qilib qo'yish, birga 10 payda ep keladigan o'ziga nab qurilish. Yaqub, kavob yamdoq, men mehmon qilaman. Bu gap uning uchun osmondan marmar yog'di degandimi mumkin bo'lmaydigan ish bo'lg'achqa, chaqchaq qilma deyishga xo'sh yoqmay, beshini ko'tiribmi qo'ymadi. U qo'lidagi o'tin bilan astoydillik bilan klubni tarashlab o'tadi. Birdan turib yezg'ishloqlardagi marmar o'ynaydiganlar yig'ilsa, o'zi qo'ligan klub uchun oz to'la cho'to yig'ib oladi. Sana men gap qilyapman, kavobdan 10 ni elib bersam yeyalamsa? Yaqub beshini ko'tirib tupurgini yutgach menga qaradi. Lekin yanalar reallik tuturayotganligi esiga kelib, 10 ziq kavob deb qo'ydi-da, yanalar ishiga kirishdi. Men o'rnimdan turib, putim bilan uning yasagan klublarni buzib etdim. O tip yegan kuchukdek g'ingshib chichanshib ketdi. Men bilan mansan kavob yeysan desammi, u buningga ishinib qilishdan saqlanib, buzib etgan klub uchun marmardan 4 ni bersan deganiga ma'qullik olgandan keyin menga agishib mangdi. Kavobdanning oldiga kelib o'ltirgan chaqdimi, xuddi men hozirla qechib ketadigandak mendan ko'zini uzmadi. Men 20 ziq kavob buyuribdim. Yaqub kavoblarni yeb etib xushalliqi ichiga patmadimi yoki tush ko'rmayotganligini isbotlab boqay dedimi, ziq bilan kavoblarni tarangshitib armadi. 5-6 ziq yeb o'zining o'ng ekanligiga ishongandan keyin menga yaxshichaq bo'lishning amalini qila olmay, bir yo'l yo'riq chiqishiga tashna bo'lgandek pat-pat eg'zimga qarab qo'yatdi. Men mardligimni tutib ola olmay, bir ziq kavob buyurtgan kambag'al Momayga 5 ziq kavob pishirib bering, pulini men beraman deb aytdim. Momay men azaldan anglab boqmagan baxt omadlarni takror tilab, kavobni bir yoqli qisirdi. Biz sen ya deb yurib, kavoblarni aron tugatgan bo'ldik. "Ma'vu pulni" dedim men uningga pulni tanglab. 10 koyni ko'rib, Yaqubning ko'zlari qizil o'pkini ko'rgan ishtningidek chaqnab ketdi. "Bu pul jo ekan" dedi kavobchi kunga qaratib tutgandan keyin. "Boshqa pulni be. Boshqa pul yo'q" dedim men hayron qilib. "Undaq bo'lsa, dadangdan boshqa pul ep chiq. Fukang mush yerda turib tursin." Baya quruqdigan ziqlarning hammasi kallamga sanjilgandek bo'ldi. Yaqub bu ishlarning men bilan aloqasi yo'q deganda qilib, eng oxirgi bir ziqni yemayli o'rnidan turib edi. Kavobchining jigar to'g'raydigan 20 yoshlardagi bolasi qalliq qo'li bilan uning biligidan tutqunicha dushining oldiga bir toshga o'ltarg'izib qo'ydi. U zada mushundaq bo'lishini bilatdim degandek nafrat aralashmani qaradi. "Men hozirlik kelima" dedim uning ko'zidan ko'zimni oqqichib. "Ishtik kelmasang" dedi jigar to'g'raydigan menga qarab. "Ma'vu pichoq bilan Fukaning kam deganda bir quliqini kesib olaman. Bu bozorda 10 koy pulni parchalash, sen jigar parchalagandimi osandu" dedim men ketib etib ichimda. Albatta, yana jolig'ini bilib qolsa, Yaqub qolgan kunga qolmay deb yeydigan narsalarni elishni o'ylab yurmadim. Paypoqchining oldiga berib baho talashmayla paypoqdan bir jup elib pulni tanglab edim. U pulni o'rib-cho'rib ko'rgandan keyin 2 putimni bir paypoqqa tiqay dedingmi dedi. Pildirg'ich sotirgan Nurchining yeniga bordim. U kallamni pirqiratmoqchimisan dedi. Qaqchi do'ppamga jigdi salmoqchimisan dedi. Texi supurga sotirgan bir gach xotun supurgining ko'tigi bilan biqinimga nechini niqtab bo'libmi qo'limdan qo'yib bermay, g'alati ovoz chiqarib birimlarni deb ketdi. Balkim bir kunlik sodamni supurib mangay degan bo'lsa kerak. Ish qilib, men ololmagan hatto sochgan dorisima qolmadi. Pulni parchal talmagan sari bir putimga tashvish, bir putimga pushaymon esilib, qadimimni eg'irlashtirdi. "Ey dunyo" dedim men oxiri. "Birsi seni menga pul tashlab ber demagandan keyin ja pul tashlab berib nima qilatding? Yaqubni mehmon qilaman degicha uning bilan birga klubga olsamchu. Mushtabda kavobdanning kulini alg'ach meni kutib otamdigan sen yoki ziqlarni adolg'ach meni qarg'ab otamdigan sen. Men go tirishyapman, lekin ma'vu pulga sening beshingga tushgandimi bakrak kun tushib ketyapti.
Men bu nemishqa tepib olgan chaqda kunga tutib beqib andin yanchiqimga salmagan bo'lg'aydim. Mushlarni o'ylag'ach, men bir qeri tevibning oldiga kelib qoldim. Mushunda qerilardan boshqalarda endi umid qolmagan edi. Teqi bayamli bir qeriga saxovat qilib edim, endi bir qerini qo'yishning ko'yini qilyaptim. U dori olg'ini kelgan bir odamga pichirlaganda qilib, qamlashmagan ishni o'ngshaydigan narsa mushu deginicha mushtumdak shishini uningga sundi. Majuni bah dedi heliqi odam shishidagi xatni aran hajlab o'qib. Qiziqib uning yeniga berib edim, u meni silgiginicha kichik shumlarga bu yerda nima bor deb ketkizib etdi. Ammo qamlashmagan ishlarni o'ngshaydigan ashidora kallamga kirib oldi. Keyin o'zimning jing puliga bo'lsa-mu dedim ichimda. Ashidordan birini olmay qo'ymayman. Meningmi o'ngshilishni umid qilib o'ngshalmay yurgan ishlarim ozmi? Marmarda uftosh, maktabdan ishtirok yenish, muallimdan gap anglamaslik degandek. Lekin hammadan muhimi, ma'u nasbulni bir parchalassam bo'ladi. Manga to'g'i bozoriga berib qopdimi? Yiroqroq bir yerda kishilar to'p bo'lishib to'qsa qo'shtirib etibdi. O'ttirda oqsaydigan birsi, to'q qo'ydiganlar bormi deb aylanib yuriydi. Yenimdagi birsi yanchig'idan 5 koy chiqarib, qora to'qiga 5 koy dedi. Menmi chaqmoq tezligida pulni chiqardim-da, qora to'qiga menmi 5 koy dedim. Xuddi men qora to'qiga tuziq qarab baxmagandek, umi pulga tuziq qarmayli elib, bayamqa 5 koyni men qaytirib berdi. Ishning bu yerda bitidiganligini o'ylabman baxmagan edim. Gerçi planımdan jiq yiroq bo'lsa-mu, 5 koy bo'lsa-mu tengishib oldim-da. Bu pul Yaqubni jigar to'g'raydiganning qon temib turgan changalidan qutuldirishga dal yetidi. Yuragim so'qishmoqchi bo'lgan g'urazlardimi bakrak tipchaklab, g'appada bu yerdan yo'qolishni o'yladim. O'rnimdan turay deb tursam, baya yenimda do't tikkan odam o'ltirgan yerdan asta-mang surilib, qulog'imga pichirlab, qara to'qiga tikib yaxshi qilding, biz utib bo'ldik dedi. Qandoq deysiz dedim men hayron qilib. Qizil to'qining panjida qadoq bor ekan dedi u mag'rurane. Panjida qadoq bo'lsa, biz utgan bo'lamdiq. Sakrab tushganda putini og'irtida emasmi dedi u. U yana ulabla menga biz utishiga tikkan qora to'qining turqidagi hislatlarni so'zlab beryotdi. Tuyuqsiz kaynimdan birsi tizi bilan dumbamni turtdi. Qarasam bizning qo'shnimiz Hasankam. Uning bu yerda bo'ldiganligi ajab xiyolimga kelmabdi ya. U bo'ynida bir talma tuki yo'q yigona bir g'urzi bilan bu yerda xeyli obro'li qisat edi. Ey qamarvaz, nereden aldın pulni dedi o. O yana heliqi do'chini to'lab, sen do olmagan mush kichik bola qoldimi deb kayg'inicha pulimni elib berdi. Uning men bilan nima ishi deyman dedim ichimda to'g'i bozordan qovlangandan keyin. Aran qo'ldan chiqargan pul yana shu pet qaytib kelgani nimasi? Yana bir yerda kishilar to'plashyapti. Qarasam qo'mushdan yasalgan chambarakni oldiga tizilgan nurg'un narsalarga tashlab o'ynaydigan o'yin ekan. Manga 2 koyliq dedim men bunimi sinab baxmoqchi bo'lib. Yoymikash meni yenib olmasin degandek belikidagi chambaraklarni manga tutqizib, tuzik qarmayla pulni elib qolgan pulni yondirdi. Ish bayam qidimma esil pitdi-ku dedim men ichimda. Endi qo'limdagi ma'u nimalarni ishtirak etib yutib asta ketish kerak. Bo'lmasa pulga sapselib qarab qolsa, meni bog'lab qo'yib peshimga chambarak tashlab o'ynashdan yanmaydi. Chandurmaslikqa tirishib, xeyli ko'p qismini tashlab bo'ldim. Hammani bir olsam bo'lamdi dedim men 7-8 qolganda. Bo'ladi dedi o payda ziyani birdam o'ylashgandan keyin. Biroqla etib edim, perqirab kelib birsi bir qop tamakiga, yana birsi aktin yasalgan bir o'dak tushdi. Atrofimdagilar men vakolatan xo'sh bo'lishib olqish qilishdi. Hisob emas dedi heliqi Yoymikash. Baya atsa bo'ladi deding-ku dedi atrofdagi yosh birsi. Atsa bo'ladi, ammo tushib qolsa olsa bo'lmaydi. Mo'shima gap bo'ldimi? Bulangchimi sen qaraqchimi? Yoymikash bu jamoat fikriga bardoshlik berolmadi bo'lg'ay. Undaq bo'lsa, mayli qanchini bir assun, qanchisi tang tushsin, har bir atqanda eng ko'p bo'lganda birnila elishqi bo'ladi degan belgilmini chiqadi. Tamakini ol dedi atrofimdagilar menga. Uning eng qimmat narsasi shu tamaki bo'lsa kerak. Bayamqa haqqoniyatchimi tamakini elib yanchiqimga selib qo'ydi. U yana chidamaslik qilib, kichik bolaga tamaki bersak bo'lmaydi. Tamakining o'rniga shuning puli bilan tang chambarakdan yana qayta etib olsin deb bir tayoqqa ilangan 50-60 tek chambarakni keldi. Hargiz atmayman dedim men aran tugatgan chambarakning yana duyilinib kelganini ko'rib. Hargiz atma dedi haqqoniyatchimi menga yon besib. Eshakning bir tal tukini yulsangmi yulg'anga hisob. Menga bo'ldi, hamda magazinga akirib setib xajla. Men aldirab ketib etib, yana ilqi tevibning yendan o'tib qoldim. Aras, pulning borida ilqi do'rnimi bir elib olish kerak-ku. Qamlashmagan ishlarni o'ngshaydigan u dora bak qimmat bo'lmasa bir quti olaman-da, yerimini Yaqubga yigizib sinoq qilaman. Qani Yaqubning ishlari qamlashib, bugun qancha kilogram marmar utur ekan? Tag'am bir doriga buyurgan edi, dedim men tevibga. Lekin ismini faqat esimga ola olmayapman. Nima kasal yeydigan dora dedi tevib menga qarabmi qo'ymay. Qamlashmagan ishlarni o'ngshaydigan bir dora degan. Tevib qo'lidagi ishlarni qo'yib menga boshdan oyoq bir qarab etgandan keyin majuni bahmu dedi. U mendan tag'an qancha yosh, xotini bormi yo'qmi degandek bir qator munosabatsiz savollarni so'rgandan keyin u do'rini menga elib berdi va yana qamlashmay qolsa o'zi oldimga kelsin dedi.
Men yugurib ketayotganda keynimdan birisi kappada qilib biligimdan tutdi. Qarasam dadam, uning endi Yaqub bilan jigar to'g'raydigan turdi. Keynida yana tex onammi bor. Kavapchi mening kelmasligimga ko'zi yetib, dadamni izlash uchun Yaqubni uyga boshlatqizib beribdi ekan. Ular meni xoliroq yerga olib borib so'roq qilish uchun yolab ilib ketayotganda Hasankam uchrab qoldi va dadamga mening bayo qandoq do't ekanligimni, boshqa do'chilar bilan naqadar kasbiy paranglashganligimni, meni qandoq qilib bu halokatdan qutuldirganligini xuddi ma'lumotchilardek so'zlab ketdi. Voy yurkim, buni qo'ymichimikin desam, texi uchiga chiqqan qimarvazkan-ku, dedi onam yurkini tutib. Dadam yanchug'imda pol tuyib turgan narsani qo'liga ilib, Majuni bah degan xanni o'qidi-da, og'zini ochib turib qoldi. Birdan esiga kelib yana bir yanchug'imni oqtirdi, eliqi tamoq chiqdi. Buni ko'rib hatto jigar to'g'raydiganmi, voy dadamay devatdi. Japul bilan xalqning kopini aldab yeyish, qamarga do tikish, Majuni bah, yana tex tamoqqa hammasi biraqla dadamning o'ng bilikiga yig'ildi bo'lg'ay, quliqimni asli joyidan 20 sant ko'targunicha so'rab elib mangdi.